2026-yil avgust-sentyabr oylariga umra safariga borishni rejalashtiryapsizmi, lekin ishonarli tur firmalarini topa olmayapsizmi? Unda bu video aynan siz uchun. Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan hurmatli YouTube kanal obunachilarimiz. Azizlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan Centrum Holidays o'zining rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan tur firmasining rasmiy ofisida biz azizlar. Bu yerda biz sizlarga hozir umra safari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketishga harakat qilamiz. Buning uchun like, podpiska bosing. Umraga bormoqchi bo'lgan yaqin aka-uka, opa-singillaringizga videoni yuborib qo'ying azizlar. Biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, azizlar, hozirgi kunda umra safarimiz 14 kunlik bo'lib, 14 kunlik umra safarida 2 kecha 3 kunduz Madinada bo'lasizlar hamda 11 kun Makka mukarramada bo'lasizlar inshaalloh. Azizlar, gastinisalarimiz 4 yulduzli gastinisalar, Madinada oraliq masofa 250-300 metr oraliq masofada bo'ladi. Markaziyada joylashgan bo'ladi mehmonxonalarimiz. Makkada esa 800-900 metr oraliq masofada bo'ladi. Bemalol piyoda 10-12 minutda yetib olsalar ham bo'ladi, hamda avtobuslar ham yo'lga qo'yilgan. Bemalol avtobuslarda ham borib kelsalar ham bo'ladi azizlar. Xo'p, undan tashqari azizlar, Madinada gastinisamizda 2 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Makkada esa 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. Albatta o'zbek oshpazlari tomonidan azizlar. Xo'p, sayohat va ziyoratlarimizga keladigan bo'lsak, Madinada Qiblatayn, Uhud tog'i, xurmo bog'lari hamda payg'ambarimiz ravzalariga ziyoratlari ham bor azizlar. Qur'on kitob bosmaxonalariga ham sayohatlar bor azizlar. Haftada, shuni aytib o'tib ketish kerak, haftada 2 kun ishlaydi. Ishlayotgan mahal to'g'ri kelinsa, boshlarimiz o'zi olib kirib, olib chiqishadi azizlar. Undan tashqari Makkada Sabr g'ori, Hiro g'ori, Jamorot, Mino, Muzalifa hamda qo'shimchasiga Qizil dengiz sayohatini ham qo'shib qo'yilgan azizlar. Bularning barchasi 14 kunlik umra safarida sizlar bilan malakali, tajribali boshlar hamrohligida bo'ladi azizlar. Xo'p, endi hozirgi kunda qachonga reyslaring bor deganlarga, reyslarimiz har hafta bor. Haftani har seshanba Toshkent Jidda yo'nalishli reysimiz bor. Haftani har chorshanba Farg'ona Jidda yo'nalishli reyslarimiz bor azizlar. Reyslarimiz to'g'ridan to'g'ri, peresadkasiz, hech qanday samolyot almashtirish, to'xtashlar yo'q azizlar. Xo'p, azizlar, undan tashqari sizlar bilan qanday bog'lanamiz deydiganlarga esa, azizlar, biz bilan ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib bog'lansangiz ham bo'ladi yoki uzoqroqdan bo'lsa, Telegram, WhatsApplarga aloqaga chiqsangiz, biz ham aloqaga chiqamiz. Xudo xolasa, o'zingizga Zagram pasportingizni tashlasangiz, biz Centrum rasmiy shot raqamlarini tashlaymiz va o'zingizga yaqin bo'lgan, qulay bo'lgan bank ofislaridan to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin azizlar. Agarda ofisimizga keladigan bo'lsangiz, ofisimiz Marg'ilonda, O'randa joylashgan. Bemalol qo'ng'iroq qilib kelib, Centrum rasmiy kassalariga to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin azizlar. Xo'p, azizlar, hozirgi kunda undan tashqari bizni firmamiz tomonidan boradigan bo'lsangiz, bizni firmamiz tomonidan mana bunday bejiklar beriladi. Bu bejikka mehmonxona qayerda va nomerlari kiritilgan bo'ladi azizlar. Undan tashqari kamzilchalar beriladi. Bu kamzilchalarning har xil razmerlari bor, xudo xolasa. Xo'p, undan tashqari sumkalar beriladi. Baquvvat mana shunday sumkalar beriladi. Bu sumkalarga tapchika, telefon, Madinada yurganda tapchika solinishi mumkin azizlar. Makkada telefonlaringizni solishingiz mumkin va bayda chuyda narsalaringizni sotib olishlaringiz mumkin azizlar. Xo'p, undan tashqari azizlar, hozirgi kunda hamki o'z umuman umra safariga bormoqchi bo'lsangiz, azizlar, hozir dorilaringizni o'zingizni ishlatadigan, misol boshingiz og'rib qolishi mumkin yoki boshqa bir yengil ichadigan dorilaringizni albatta yoningizga olib olishingizni maslahat bergan bo'lamiz azizlar. Xo'p, azizlar, unda eng qizig'i narxlariga keladigan bo'lsak, Toshkent Jidda yo'nalishli reysimizning narxini 1050 dollardan sizlar uchun qilib qo'ydik. Farg'ona Jidda yo'nalishli reysimizning narxini esa 1075 dollardan sizlar uchun qilib qo'ydik azizlar. Albatta podpiska bo'ling, umraga bormoqchi bo'lgan yaqin aka-uka, opa-singillaringizga videoni yuborib qo'ying. Kommentariyaga bizga ham nasib qilsin deya yozib keting azizlar. Agarda bugungi video syomkamiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska ayamang azizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.